Assalomu alaykum qadrli obunachim. Bugun Sarishta hayot kanalimda dungon qalampirni pomidor sokida armancha marinadlash usulini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun videoda ko'rsatilgan masalliqlar bizga zarur bo'ladi. Avvaldan qizdirilgan qozonga nisbatga qarab yog' quydim. Qizigan yog'da blenderda tayyorlangan pomidor sokini quyib, albatta bu pomidor sokida sarimsoq maydalab solingan va tabga qarab tuz soldim. Kimdir o'tkirroq yeyishi mumkin, lekin ko'proq tuzni men ozroq solaman. Tuzni yaxshilab aralashtirib, avvaldan to'g'ralgan piyozni solib, uni sokka to'la qo'shilishi uchun uni kovlab bir xillikka keltirib, 2 xil bulg'or qalampir, to'g'ralgan ukrop yaxshilab aralashtirib, chunki pomidor sokiga to'la botish kerak qaynashi uchun, va turli shakldagi dungon qalampirni ham solib pomidor sokiga botirib olamiz. Qaynashga boshlagandan so'ng olovni sal pasaytirib biroz dimlaymiz. Bu dimlash jarayonida siz soya solishingiz mumkin. Agar soyani bo'lmasa juda shart emas. Bu tayyor bo'lgan marinadni bankalarga taqsimlab chiqamiz. Bankalarni berkitishni oshxonaga ko'chirdim, chunki juda kech boshlagandim, qorong'i tushib qoldi. Avvaldan tayyorlangan bankalarni ketma-ketlikda berkitib chiqdim. Bunday ko'rinishi bir sutkaga bankalarni sovishga qoldiramiz. Qadrli obunachim, kanalimni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.